Jahongir Otajonov nima sababdan Yulduz Usmonova bilan duet kuylashni xohlamasligini ochiq aytdi. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Mashhur xonanda Jahongir Otajonov Yulduz Usmonova bilan duet kuylashni xohlamasligini shaxsiy munosabatlar sababli aytdi. U Yulduz Usmonovaning san'atkor sifatidan foydalangan holda uning o'sha janobini qoniqtirmasligini aytadi. Mashhur xonanda Jahongir Otajonov intervyulardan birida san'atdagi duetlar va hamkasblari bilan ishlashga oid fikrlarini ochiqchasiga bildirgan. U shunday deydi: "Duet kuylash uchun kim hozirgi kunda jonli ijro etmoqda? Hech kim. Agar Yulduz Usmonovani misol keltirsak, u eskilardan. Yulduz Usmonova yaxshi san'atkor va men har doim uning ijodini qadrlayman. Ammo shaxsiy jihatdan u meni qoniqtirmaydi. Shuning uchun men u bilan duet aytmayman. To'g'ri, u ham men bilan duet aytishga tayyor deya olmayman, lekin men shaxsiy sabablar bilan bunga qaror qilmaganman." Otajonovning bu so'zlari san'at olamida shaxsiy munosabatlar va ijodiy hamkorlikning qanday ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko'rsatib berdi. Xonanda o'zining ijodiy qarorlarini ochiq va samimiy tarzda izohladi. Shou biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.